Assalomu alaykum obunachilar. Bugun qilib bergan ishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. Bizlardan ko'p klientlar so'raydi, budjetli narxda, ko'rinish chiroyli bo'lgan oshxona mebellaringiz bormi deb so'raydilar. Ko'rinishni nechga oladi deb so'raydilar. Shu so'rab turgan klientlar uchun bugungi uстановkamiz budjetli narxda bo'lib chiqqan. Fasad qismi korpus qismi rossiyskiy laminatdan ishlangan. Stollar esa toshkentskiy stol bo'ladi, suvga, pichoqqa chidamli bo'ladi. Hammasi 100% buqa plastik, eshiklari vakuumli qulobdan qo'yilgan. Ko'rib baho beraverasizlar. Kafel 10 esa shuningdek dekopanera o'chirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 1 metrini 1.300.000 so'mdan ishlab berganmiz. Budjetli narxda oshxona mebelimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Moykalar obishniy 4 mushli moyka bo'ladi. Suvlarni namlab berganmiz. Ko'rib baho beraverasizlar. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etaverasizlar.